Vatanimizning har bir ko'chasida, har bir burchagida o'nlab do'konlar, yuzlab vitrinalar porlab turadi. Katta yozuvlarda rang-barang chegirmalar turadi. Hammasi bir gapni takrorlaydi. Mana siz izlagan kran, mana santexnika mahsulotlari. Ammo bir savol bor. Bu narsalar ortida kimning qo'li bor? Kimning mehnati, kimning vijdoni turibdi? Biz esa boshqachamiz. Nero bu oddiy bir nom emas. Bu ism ortida yillar, iztiroblar, mehnat va orzular yashiringan. Bu tarix, bu mehr bilan qilingan hunar. 1994-yilda otam menga birinchi marta kran detallarini ko'rsatganlarida men bir narsani tushundim. Har bir vint, har bir muhr inson hayotidagi ishonch degani ekan. Bugun biz o'sha ishonchni o'z qo'llarimiz bilan yaratamiz. Barcha modellar o'zimizdan, har bir dizayn zamonaviy muhandislik va tajribaning mahsulidir. Biz shunchaki mahsulot sotmaymiz. Biz orom va ishonchni taqdim etamiz. Detaldan detalgacha yillab xizmat qiladigan mukammallikni taqdim etamiz. Nero bu shunchaki brend emas, bu oilaviy meros. Bu ismni ortida otam va men Dilmurod turibmiz.